egoist bo'lmasang, suv pastga qarab qo'rar ekan. Xolasa u tarafga, xolasa bu tarafga yuradi. Bola chaqani ham beti yo'q. To'g'risi-da. O'shaning uchun Yulduz Usmonovani qiziman deb og'zini to'ldiradi-da, har eshikka yo'rg'alaydi u ham. Shuning uchun omadini bersin. Ona bo'lsin, lekin qizini tuqqanda voy bolam. Iloya shundoq baxtli qiz bo'lsinki, o'zim olib chiqdim baribir sizdan. Shundoq baxtli qiz bo'lsinki, iloyim shundoq bo'lib orqaga hech o'girilmasin, vaqti bo'lmasin senga dedim. Nimaga? Xuddi voy aya nima bunaqa duo qildingiz dedi. Ilohim, chunki sen dedim rosa baxtli bo'lganingda esingga ham tushmayman dedim. Bir haliga ichi og'rib bir qiynalib qolsa, ayya yaxshimisiz, assalomu alaykum degandan bilamanki boshida bir problema bor. Agar zo'r yashasa, qiz bola shunaqa egoist bo'ladi, esiga ham tushmaydi ota-ona. Men uni bitta o'zimga bilmadim, ko'pchiliknikida bilyapman-da. Eson bo'lsin. Qand yesin, asal yesin, o'lmasin, chunki o'lsa menga qiyin bo'ladi. O'lmasin, orqamda qolsin. Lekin yashatganini yashaydi baribir. Nima yashatsa shuni yashaydi. Ilohim qizi baxtli bo'lib, oliy darajadagi baxtga ega bo'lib, shu olg'a qarab yuraversin faqat. Ham ajoyib tilak bildiribsiz. Rosa baxtli bo'lsin. Juda baxtli bo'lsin. Chunki menga bir tep qoldi-da. Bir tep qoldi. Shuning uchun nima dedim? Bir bolani katta qilmoq oson emas, lekin bunga xafa bo'lmaslik kerak, men uni ham bilaman.